Bosh og'rig'i aynan qanaqa bo'ladi? Bosh og'rig'ini oddiy bosh og'riq yoki migren kasalligidan farqi nimada? Agar sizning ham boshingiz og'risa, videoni oxirigacha ko'ring. Azizlarim, ko'p holatlarda migren kasalligini bosh og'riqning oddiy turlaridan farqlasha olmaydi. Ya'ni bemor bir umr dori ichishga majbur bo'ladi. Sababi noto'g'ri tashxislash, professional bo'lmagan doktorlarga borishi yoki chala savod tabiblarning ko'payib ketishi. Bosh og'rig'i 20 dan ortiq turlarga klassifikatsiyalanadi. Aynan sizda qanaqa bosh og'rig'i? Masalan, ikkala chakka sohasidagi og'riq, peshona og'rig'i, tepadagi og'riqlar, ensa og'rig'i bilan kechuvchi va hokazo bosh og'riq turlari bor. Agar sizga professional mutaxassis maslahati kerak bo'lsa va boshingiz og'rib doimiy dori ichib yurgan bo'lsangiz, hoziroq quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va konsultatsiyaga bog'laning. Atigi 5 kun ichida sizdagi har qanaqangi bosh og'rig'ini davolab berish imkoniyatiga egamiz.